Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bir podpischikimiz juda ham qiziq komment qoldirishdi. Shohruh, nimaga buncha quyuq salomlashasiz debdi. Endi men yoshligimda bir multfilm ko'rganman. Bir bola devni oldiga boradi va birinchi gapi salomdan boshlanadi. Shunda dev aytadi: "Gar saloming bo'lmasa, ikki yamlab bir yutardim" deydi. Endi Xudoni salomi berib qo'yish farzimiz. Bir xonali kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Tayyor remont holatda 5-etajdan. Do'stlar, Sergelidan Index bozorining yonginasida mana shu greenhouse domlarimiz tushgan. Juda ham yaxshi sifatda quradi bu o'zi kompaniya. Oldindan mana shu Novostroykadan u yo'g'an odamlarning o'tsifi juda ham yaxshi bo'lgan va bundan keyin ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Chunki realni zo'r kayfiyatda quradi va ko'rishingiz mumkin, mana butun boshli Novostroyka bitta ham prodavyotsi yo'q. Sotiladigan uncha-muncha kvartira chiqmaydi. O'zi korobka holatda topshiriladi, o'zingizlar remont qilib olasizlar. Pergorodkalari juda ham chiroyli planirovkada olingan bo'ladi. Birinchi hovlilarni ko'rsatishni afzal bildim. Mana shu bolalar maydonchasi, parkovkalar mana mashina qo'yapti, ko'rayotgan bo'lsanglar, parkovkalar domiki o'sha yoqda, o'rtaga bitta chiroyli fontanchik qo'yibdi. Bu yoq tarafda mana ko'rishingiz mumkin, kattalar tomon shu besetkalar. Mana bu daraxtlar endi Novostroyka bo'lganiga yangi ekilgan. Bular endi bir 1,5 yil atrofida zo'r gullab yashnaydi, xudo xohlasa. Xullas, mana shu domimizdan bir xonali kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Videoni oxirigacha o'tkazib olmasdan tomosha qilib turing. Yaxshi takliflarimiz mana shu video davomida ketadi. Yana qo'shimchasiga Telegram kanalimizga obuna bo'lmayapsizlar, yaxshi variantlarni o'tkazib yuboryapsizlar. Mana shu domdan ham, boshqa yaxshi domlardan ham yaxshi kvartiralarimizni srochniy sotuvga chiqarib yuboramiz. Mana Telegram kanalimizni mana shu yerga yozib qo'yaman. Cheap House Ses 1 deb yozsanglar Telegramga, poistga kelib chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi variantlarni o'tkazib yubormasdan tanish bilishinglarga olib beringlar. Xullas, domimizni ichiga kiraveramiz. Domimizga kirib keldik do'stlar. Liftdan chiqqanimizda mana shunaqa podyezdga kirib kelamiz. 4 ta jitil joylashgan sotilayotgan bir xonali kvartiramiz aynan mana shunisi. Xo'p, bir boshdan tanishtirib o'taman. Asosiy zal yoki spalniya xonamiz. Bu yoq tarafimizda esa uyimizning oshxonasi. Ustalar uzog'i 4 kun muddatda kaltinglarni qo'lingizga topshirib beradi. Hamma ishlari bitgan bo'ladi. Qurilish eshiklarimiz bitta shkaf yasatib olsanglar, yosh oila uchun yaxshi variant bo'ladi. Endi esa narx-navolarni tanishtirib o'taman do'stlar. Xullas, uyimizda faqat naqd pulga sotiladi. Shuni telefonni qo'yib oling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana bir bor. Uyimizda faqatgina naqd pulga sotiladi. Novostroyka kvartiramiz, kadastrlari tayyor holatda. Bu kvartiramizning kvadrat metri 31 kvadrat, narxi esa $35,500 kelsanglar, tepasida chiroyli qilib savdolashib, kelishtirib olib beramiz. Bundan tashqari, boshlanish to'lovini to'lab, oyma-oy to'lov qilaman, ipotekaga xarid qilaman degan klientlarimiz uchun ham variantlarimiz mavjud. Faqat bez remont holatda bo'ladi. O'zingizlar remont qilib olasizlar. Agarda mana shunaqa remont xohlasanglar, ustalar bor. 10 kun, 15 kun muddatda o'zlari bitirib berishyapti. Kvadrat metriga 1 milliondan remont qilishyapti. Menimcha bu juda ham yaxshi narx. Ustalarni ham endi tekinga reklama. Ularga ustalarni sizlar bilan uchrashtirib qo'yganimiz uchun bizga bir so'm pul to'lashmaydiz-ku. Endi ro'za Ramazonda yaxshilik qilish kerak. Xullas do'stlar, pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, mana shu kvartiramizni kelib ko'rsanglar, tepasida savdolashamiz. Agarda yo'q, bez remonti bo'lsin, arzonroq bo'lsin desanglar, boshlanish to'lovi bilan kelasizlar. Hisob-kitobni qilib beramiz. Oylik to'lovlari birlamchi ipotekaga chiqadi. Bitta pasport bilan bir kunda uyingizlarni kadastrini qo'lingizga tushab, propiskasida o'zingizlar turib, xudo xohlasa ustani remontga tushiradigan holatda qo'lingizga kalti berib jo'natamiz. Past raqamda bor, bemalol murojaat qilaverasizlar.